Uydan chiqib ketayotganimda bilmasdan ota-onamga baqirib qo'ydim deyapti. Shunga nima deysan desa, men bor yo'q ikki og'iz gap gapiraman do'stim dedim. Ota ko'chada san o'rtog'ing emas-ki san otaga baqirsan. Ona seni ko'chadagi qizing emas-ki san onaga baqirsan. Do'stim bir narsani unutma, bir narsani aslo esingdan chiqazma. Ya'ni sen yoshligingda yiqilgan paytingda, seni tirsaging yoki tizing shiringan payt seni ko'chadagi o'sha qizlaring kelib turib davolamagan. O'sha onang seni davolagan esingdan chiqazma dedim. Sen hali yo'lingni topa olmasdan o'sha endi oyoqqa turib yiqilgan paytingda seni o'sha ko'chadagi o'rtoqlaring seni ko'tarib qo'ymagan. O'sha dadang seni ko'targan, nega baqirding? Nimaga? Shunchaki o'ylatsa, o'rtoq, jahl ustida baqirdim xolos deyapti. O'sha jahl ham ularning qalbiga bilasanmi qanaqa botadi? Bilasanmi qanaqa botadi? Shunchaki bu narsani his qilish kerak xolos bo'ldi, boshqa hech narsa.